O'rtoq, bugun zagsga ariza topshirgani ketyapmiz. Rasminadan tashlab turaman senga. Sen nima qilsan bu yerda? Bu savolni men berishim kerak senga. Ibrohim aka. Baqirsangiz ham, jahl qilsangiz ham, noto'g'ri sinasangiz ham men sizni tanlayman. Sizga erga tegishga roziman. Deshim mumkin edi. Lekin bu gaplarga narkoman loyiq emas. Bilaman lekin alam qilar men yolg'iz sen kimlar bilan da bu savollar yuratilar lekin o'zgarmaydi o'ylagan bilan o'ylasam oshadi boshimda g'azab oshadi toshadi g'azabdan azab asabim joydaman chunki men kasalim davosi o'zingsan asab Aman barga aybdordek ko'rinaman ko'zingga aslida katta qasrdagi malika askar yigit tanlabdi noto'g'ri qilibsiz. U askar yigitni balkim maqsadi boshqadir. Nima? Yo, yana ham baxtli qilish, xursand qilish, ko'zidan yosh oqizmaslik bo'lsa kerak, qattan bilasan. Balkim u kitobni oxirigacha birga yozarmiz. Shoirmisiz, yozuvchimisiz? G'azalchiman. Ketdi, qo'l qo'yib chiqinglar. Shunday go'zal, shunday nafissan, arazing ham yoqimli ishon. Yuz bursang ham menga azizsan. Sen ham tozamassan. Endi meni gal. Hijronli kun